Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Farhodman. Bugun qurollik Minecraft tortishni o'rgataman. Poiskga Icecraft deb yozamiz. Craft mana Icecraft birinchida chiqqanini bosamiz. Bu menda bor. Igratni bosamiz. Mana shunday chiqadi. Mana shunday chiqqanda startni bosamiz. Mana shunday loading files deb chiqadi. Keyin kutib tursanglar o'zi ishlab ketadi. Mana ishlayapti. Oyog'im urib oldim. Juda normal yursang bo'ladi-yu, burningni qoqmasdan. Bizlar ko'chada edik do'stim bilan. Ko'chada video olyapmiz. Reklamaga ham ketadi. Close play. Qaysi traktorlar o'tyapti oldimizdan. Bunga e'tibor bermaysizlar. Shu qurolning kartasini topasizlar. Customizatsiya. Bunga kirmaganimga ham ancha bo'ldi. Do'stim oldimda jon ketyapti. Gapirmadigandim video olayotganimga. Men qishloqda yashayman. Futbolning doshini pasaytiribroq-ku, telefonda futbol ko'rib ketyapti-da. Saybal qilib urdi. Mana do'stim, mana qurol. Menda chetda bu tez burilib ketyapti. Mana buni bossanglar otadi. Buni o'zim but qo'yaman. Hozir shunday qilib o'rgataman. Buni nastroyga tushiramiz. Pastga tushiramiz. Touchga bosib mana iteration modelni bosamiz. Hozir qotib qoldi. Mana bosdik. Keyin buni crosshairga o'tkazamiz. Nima portladi? Kriptormi? Nima o'g'in ikkinchi qo'yga olsanglar o'qlaydi. Shunday chiqib qoladi. Dronlar uxlab turay, monster borligiga hisob ham bo'lmasdi. Siz qaysi tarafda edi? Buni o'zim o'rganmaganman. Bolalar o'rgatgan. Ochamiz. Mana bu yerda qurolli sabzlar bor. Bu boshqalarda bormi, yo'qmi? Buni o'ldirsanglar mana buni tushib qoladi. Buni miltiqlarni yasaysizlar. Shu paytdan zaybal qilma, bratishka. Hozir yorug' bo'lsa uxlab turib olay, ungacha pauza qilib turaman. Zaybal. Xo'sh, mana yorug' ham tushib oldi. Bu nima? Bu qayiq. Sal pasaytiroq jura. Mana dron.
Mana dronlar bilan o'ldirsanglar, o'qlar tushib qoladi. Bu o'q otadigan dron. Uf, yana ko'tarasan ey do'stim. Bunga gapirma deganman-da. Gapirsa. Raketa. Buni nimada portlatar ekan? Oy kallangiz kesini pasaytir. Otilmayapti, qotib qoldi. Ishla. Yo'q. Buni boshqarish juda qiyin. O'lib qolsa ham bo'ladi. Buni boshqarishni o'rganguncha. Mana mashinaga minamiz. Buni boshqarish juda ham qiyin. Juda tez yurib ketadi. Bu ochiq dunyoda yaratilgan. Jestlar ham qilib qo'yaylik emotsiya. Xo'sh, mana vertolyot. Buni eng yaxshi ko'rgan avtomatim. Xo'sh, bu yerda qarona havo sharini bilib qoldim. Bu havo shari emas ekan, minigunlar ham bor ekan. Bu havo shari emas ekan, drop chaqirg'ich bor-ku. Ana shuniki. Buni o'tirsa o'zi avtomatik o'tar ekan minigunni. Mana mana o'tirgan paytda mana buni ham bosish kerak ekan. Inventarim to'lib ketdi. Bo'shatib olay. O'sh inventarimni bo'shatib oldim, uncha toza bo'lmabdi, asosiysiga qaramabman. Biroz tomog'im bo'g'ilgan. Uzr. Bunda ismlar boshqacha ekan. Steve masalan Denver ekan. Voy, ikkitani birdan ko'zla. Bu samolyotni uchira olmadim. Uzi, minigun. Video telefoni bo'lgan uchun menda qotyapti. Motosikl udar tez yuradi. Soat necha oldu? Men bu yerlarda qishloq. Hozir do'stim gapirib qolganida uzr. Soatni so'rayapti. Dronni qo'yib tashlaymiz. Va uyni ichiga kiramiz. Direction house you ain't supposed. Men ingliz tiliga tushunmayman. Nima deganini bilmayman. Xullas video cho'zilib ketmasin, barchaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Farhod bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, like bosib kanalga obuna bo'linglar. Tekini keyingi video Raft Survival haqida chiqadi. Raft Survival degan bitta o'yin ham bor. Shuni chiqaraman. Barchaga xayr.